Hammaga assalomu alaykum. Bugun Spark deflektorga o'zini zavodskoyni ulashni o'rgataman. O'zinikini birinchi chiqarib olamiz. Videolar ko'p YouTube'da ko'rsanglar bo'ladi. Qo'lni o'zi chiqarsa ham bo'ladi. Bitta atorki kerak bo'lib qoladi. Xo'p, bu 3 ta qismga bo'lingan bo'ladi. Birinchisi oldiy korpusi. Oldiy korpusi mana shunda qo'yilgan o'zini shunday tiqib olib turib, bu yoqqa tortsanglar qattim. Mana ikkinchi korpusdan ajralib chiqadi. Mana shu tomonni ushlab turib qattim tortsanglar, sekin-sekin mana bu yoq tomonini. Mana ushlab turib tepasini birinchi chiqarib olasizlar. Keyin qo'yilgan o'zgartirib, ikkinchi polkasiga qo'yib turib, ikkinchi joyiga qo'yib turib, teshigiga. Shuni tortsanglar, mana bu ikkita o'rta chiqadi. Keyin bitta tortsanglar mana bu tagidan chiqadi. Birinchi qismi ajraladi, ikkinchi qismiga atorka kerak bo'ladi. Atorkada ikkita chetini chiqarasizlar. 3 ta joyini. Bitta, ikkita, 3 ta joyini chiqarib olsanglar, keyin ikkinchisi chiqib keladi. Uchinchisi ham xuddi shunaqa. Hozir ko'rsataman. Xo'p, uchinchisi ham atorka bo'ladi. Uchinchisiniki ham bunaqa bo'ladi. Joy mana bizda. Ikkita mana. Ikkita yo'qdi. Uchinchisiniki mana shu. Atorkada bosib turib bosasizlar, bu yerdan uchinchisi chiqib keladi bu yoqqa. Xo'p, tashlaganinglardan keyin, bu olingandan keyin hech qanaqa hozirgi paytda hech qanaqa perdelkalar qilinmayapti. Chunki o'zi primoy birinchisiga o'tdi. Shuni qilyapti hozir. To'g'ridan. Xo'p, birinchisini o'stirib qo'yib qo'ydim. Xo'p, Sparkda ikkita joyga qo'yayotganda, xo'p, bu yoq tomoni patvarnik ulanadi. Patvarnik ham regulirovka qiladigan yo'llar bo'ladi. Patvarnik ulagan bo'ladi. Ulaysizlar bu yoq tomonini. Xo'p, o'zini sim yetmaydi, ozgina simulab olish kerak. Bir qarich, 1,5 qarich simulab olish kerak. Buniki o'ziniki yetmaydi. Keyin mana ikkinchisini xo'p, bu yoqqa qo'yib turgandan keyin через tarp etgan ichidan sim o'tkazib turib, yana uni ham patvarnik olib kelib ulaysizlar. Ikkalovini uchini bitta qilib ulasa ham bo'ladi. Qora qizil. Endi buni hozir ko'rsataman. Yaxshi ko'ramiz, patvarnik yoqamiz. Xo'p. Misol uchun o'ylaymiz, bu tomondan o'tkazinglar, orasidan barchani ochib turib, barchani olib tashlab turib, mana shu orasidan qo'yilgan o'tkazinglar, bu tomondan ham sekin o'tkazsanglar bo'ladi. Simlarni orasidan tepasidan o'tkazib yuborasizlar bemalol. Qizib keta boshqa qiladigan narsa emas. Mana shu tepasidan o'tkazib yuborasizlar. Olib kelib turib, patlarni o'chiring. Kaltni o'chirib qo'yib, обязательно. Patlarni o'chirib kichkina mana hozir yorroq ko'rsataman hozir. Kichkina stekker bo'ladi. Kichkina stekker bo'ladi. Bunday qilaylik. Xo'p, kichkina stekker bo'ladi. Stekkerni bosib chiqarib olasizlar. Keyin ulash qanaqa bo'ladi? Xo'p, shunda tagiga qaraganingizda, shunda tag tomoniga qaraganingizda, xo'p, 1 2 3 4 5 tasigida o'zi sim ulangan bo'ladi. Xo'p, mana stekker narigi tomoni mana sim ulanmagan. Mana ko'rasizlar mana shu. Past tomon o'rtada turganiga sim ulanmagan bo'ladi. Shuni shunday olib ko'rasizlar. Xo'p. Mana stekker orqa tomonda turibdi, qo'lim orqasida. Xo'p, chap tomonda qora. Xo'p, mana shu. Tepa tomonda o'rtasida ishdan bo'lmaydi. Chap tomonda qora, o'ng tomonda hop yashil sim bo'ladi. Och yashil. Qoraga ulaysizlar bu tomonini, qoranikini.
Qora minusda bo'ladi. Polni minus beradi bu yoqqa. Bu yoq tomonni mana o'sha teshikni mana o'rtasi teshik bo'lsa. Hozir. Maslahat beradi. Mana o'rtasi teshik. Hech nima ulanmagan. Tepa tomon o'rta mana. Stekker pastda. Mana tepa tomon chap tomonda tepa tomon chapida qora bo'ladi. O'ng tomonida yashil bo'ladi. O'shani platformaga primoy o'ylaysizlar. Agar boshqa qoraga ulab turib, boshqa simga ulab qo'ysangiz, zavod qilganning o'zida yonadigan bo'lib qoladi. Ertalab ham yonaveradi shu. Shuning uchun maslahat beraman. Platformaning o'ziga ulash chiroq yoqqanligida kech payt yaxshi bo'ladi. Atrajat yaxshiroq beradi, keyin uzoqroq ham yetadi diodlari. Tushundinglar? Endi qaytarib o'taman. Stekkerni pastga do'g'irlaymiz. Stekkerni tepasiga 3 tada sim bor bo'ladi. Uni tepasidagi 3 tasida o'rtasida sim yo'q bo'ladi. Chap tomonda qora bo'ladi. Deflektordan keyin qora simni qoraga ulaymiz. O'ng tomonda yashil sim bo'ladi tepada. Deflektorga kelgan ikkinchi simni o'shanga ulaymiz. Stekkerni обязательно izolenta qilib stekkerni sразу joyiga tiqib qo'yamiz. Hop, stekker keldi. Hop. Bitta yoqamiz. Platformaning o'zi yondi. Hop, keyin yana bitta aytib o'tadigan narsam, bu ochilgan, yopilganda hop, to'xtab turay. Hop, ochilgan, yopilganda sim deflektor bitta tomondan chiqqan bo'ladi. Bitta burchagidan chiqqan bo'ladi. Ikkita sim bitta bo'lib, o'shanisini pastga qaratasizlar. O'zi ko'p deflektorda shunaqa, pastga qaratib tortsanglar, o'shanda mana ochiq turgan tomoni orqasi yopilib ochiladi deflektorni buraganinglarda. Mana o'zi tegidan chiqqan, ko'rdinglar? Mana past tomondan chiqqan. Ochiq turganda simini pastga qaratib turib qilasizlar. O'shanda deflektoringlar polni ochiq turganda mana shunaqa bo'ladi. Agar noto'g'ri qo'yib qo'ysanglar, yana chiqarishga qiynalasizlar, qirib ko'chirib olishingiz mumkin. Chetdinikilarini. Mana yopganimizda, nasini yopib o'tirmayman, pastdan ochiq turadi. Yopganimizda mana bunaqa qo'yib qoladi. Agar noto'g'ri qo'yib qo'ysanglar, shunaqa bo'lib qoladi. O'shanda ochganingizda bunaqasiga o'tib qoladi. Shundaylar teskarisi bo'lib qoladi. Mana bu ochildi. Platformaga ulandi. Bitta buni hech qanaqa yechib olish, bu ham xuddi shunaqa 3 ta qismga bo'lingan bo'ladi. Bunda 2 ta qismdir. Bu o'rtadagi bilan boshidagi birinchisi bilan o'rtadagisi bitta bo'ladi, ko'ti bitta bo'ladi alohida. Xo'p, buni ham xuddi shunaqa pastga qaratib turib, xolislar tepaga qaratsangiz ham bo'ladi. Mana endi sim pastdan ketadi. Tepada joyi yo'q. Xuddi shunaqa sim chiqqan joyini pastga qaratib, xuddi shunaqasiga qo'yib turib, shunda bitta bosib yuborasizlar. Ustidan bitta shunda bossanglar, shunda tushadi. Chaqqadi. Mana qora sim, qizil sim. Shuni tortasizlar, yana platformaga olib kelib, xuddi o'shanga ulasizlar. Hop, stekker pastda bo'lsa, stekkerni pastga qaratib qo'yamizda, 3 ta sim bo'ladi yerda. Sariq, qizil, sariq, qora. Tepa tomoni o'rtasi bo'm-bo'sh bo'ladi. Chap tomonida qora sim, o'ng tomonda yashil sim. Qoraga qorani olaymiz, yashilga deflektordan keyin qizilni ulab qo'yamiz. Bo'ldi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Podpiska bosib qo'yib, esdan chiqmasin. Tushunganlarga rahmat kattakon. Oxirigacha kuzatganlarga rahmat. Xo'p, bu deflektorimizni narxini ham aytib keta qolay. Stabilni 60 ml atrofida turadi. 60-50 jam unaqa ekan, 80-120 deysiz, unaqa to'g'ri kelmaydi. Agar bilmaydiganlar bo'lsa, narxi unaqa narxga olmasliklarga maslahat beraman. 60 ming, 65 ming turadi. Farqatskida bozorda ham bor. Onlayn OLXdan olsanglar ham bor. Endi borib olsanglar tekshirib olasizlar. Farqatskidan borib olsanglar tekshirib olasizlar.
o'zingiz yoqib berishadi. Omon bo'linglar, sog' bo'linglar. Podpiska bosishdan chiqmasin. Afsolayinga obuna bo'lib qolasizlar.